son boshchasini shu ikkala tomonlama ham to'liq chiqishi holati aniqlandi. Bu holat shunaqa holat chiqishini bilmasdan, ringga qilmasdan LFK muolajalarini davom ettirishayotgan bo'lgan. Hurmatli patentchilarimiz, bugungi navbatdagi patsientimiz 9 yoshda bizga murojaat qilishgan bola anamnezdan 8 oylikda infeksion kasallik oqibatida shunaqa holatga tushib qolishgan, ya'ni mushaklarning spastik tonuslari, yurish qobiliyatini buzilishi hamda nutqiy aqliy rivojlanishni orqada qolishi bilan bizga murojaat qilishyapti. Bizgacha bo'lgan davrda muolajalarni olishgan, hozirgi paytda sudurlar ham bor, ya'ni epilepsiya holatlari kuzatilib turibdi. Dorilar o'z vaqtida ichilgani yo'q, ota-ona tomonidan ta'sir qilmayapti degan holatlar bo'lib, aniq bir sudurga qarshi dorilarni qabul qilishmaydi ekan. Ularni tekshiruvdan o'tkazib, o'sha dorilarni yana rejim bo'yicha, ya'ni yozib berishimiz kerak bo'ladi. Hozir bizga yana bir qiziq holat, bular bizga o'sha oyoqlardagi spastik tonuslardan murojaat qilishgan. Mana oyoqlardagi tonuslarda hozir bu tomondan spastik holati oyoqlar yozilmaydi. Spastik tonuslar juda ham kuchli. Chanoq sambog'ini etap-etap, ya'ni boshchasining chiqishi tasvirlangan edi. Bu ota-onalar uchun tushuntirish uchun qilingan edi. Hozir klinikada shuni aniqlandiki, mana shu holat to'liq o'z tasdiqini topyapti. To'liq chiqishlarini biz ko'rishimiz mumkin rentgen sniмкасida. Mana xuddi biz oldindan belgilagandaqa, shu rasmdagidaqa klinikani ko'rishimiz mumkin bo'lyapti hozir.